11 kunda 3 ta davlatga sayohat qildim. Birinchi Xitoyga yetib olish menga 300 dollarga tushdi. Borishim bilan Shanxay shahri ko'chalarini aylandim. Qadimiy Xitoy uylari, baland zamonaviy binolari, Yevropacha joylari yo'q Xitoydagi yagona Disneylandni tomosha qildim. Keyin o'sha internetdagi mashhur Avatar tog'lariga bordim. Dunyodagi eng baland shaffof liftga chiqdim. Tabiati juda ham chiroyli ekan, ko'zladam oldi. Keyin 200 dollarga ikkinchi davlat Gonkongga yetib oldim. O'sha zich uylarni ko'rib seskanib ham ketdim. Dahshat, o'zgacha go'zallik. Gonkongda ham Disneylandga bordim. Tungi Gonkong umuman boshqacha chiroy, boshqacha maftunkor shahar. So'ng kemada 3-kazino va qimor o'yinlari yurti Makaoga yetib oldim. Bu yerda Eyfel, Big Ben, Kolizey, Venetsiyalarning poddelkalari bor va dunyodagi eng katta kazino ham shu yerda. Bu esa mehmonxonamizdan manzara. Shunday qilib 11 kunlik sayohat menga 3250 dollarga tushdi. Nima deb o'ylaysizlar? Arziydimi yoki shu pulga iPhone 17 yoki tilla taqinchoq olgan ma'qulmi? Fikringlarni kommentda kutaman.